Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga leysalarni optim joyga kelganmiz. Leysalarni obzorini qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi leysalarimizni Sardor akamiz narx-navolarini bilan tanishtiradi. Qani bo'lmasam Sardor aka narx-navolari, leysalarimiz, razmerlari, stinkalarini bir boshdan tanishtiringchi aka. Turbalarimiz. Aha. Turbalarga keladigan Toshkent turba 32 ga 1.7 stenarida, bunisi 20 ga zavodskiy kurchakli bo'ladi. Yana 90 turlari tiklanganda 1.94 ga, balandligi 2 metr. 660 ming so'm chiqadi. Ha, 660 ming so'mdan optim oladiganlarga ham bir xilmi yo dona oladiganlarga ham bir xilmi aka? Kelishtirib qo'yamiz. Telefon qilib Kelishtirib qo'yib beriladi. Kelishtirib qo'yamiz. Xo'p akalar, bu yerda leysamizni optim holatda ustakalarimizdan birinchi qo'l holatda materiallari ham to'g'ri zavod narxida keladi. Shuning uchun bu yerda leysalarimiz juda ham arzon. Mana hozirgi yukimizni akalar eshlari bo'yicha 200 komplet 670 ming so'mdan qilib berilibdi. 670-660 mi deyishdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvaja tumanidan bo'lyapti. Videomizga bitta like bosib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar akalar. Bu yerda akalarimiz leysalarini kraskalashyapti. Bundan boshqa bu akalarda apalavka, mishalka, ponni hamma narsalari bor. O'zlari birinchi qo'l bemalol qilib beriladi. 10 tonnalik qovurib, 2 ta sig'yapti. 200 dona sig'yapti, 10 tonnalik mashinaga urib berishibdi akalar. Dastlabkasi qanaqa kelishildi aka buni? Telefon qilishadi, chiroyli qilib kelishtirib qo'yamiz. Bo'ldi akalar, eshitlang. Narx-navolarini ekranda nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Leysalarni optim narxida eng arzon narxi